Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasida bitiruvchilarga diplom va boshlang'ich ofitserlik unvoni berishga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida yosh ofitserlar mustaqillik yillarida xizmat vazifasini bajarish chog'ida mardlarcha halok bo'lgan vatan himoyachilari xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Xizmat rahbariyati, faxriylar, ota-onalar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan marosimda prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda yoshlarni oliy ma'lumotli, yuksak salohiyatli mutaxassis sifatida vatan ravnaqiga hissa qo'shishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilganligi e'tirof etildi. Ta'kidlash lozim, yangi O'zbekistonning taraqqiyot yo'lini qo'llab-quvvatlovchi, davlat manfaatlarini munosib himoya qilishga qodir ofitser kadrlarni tayyorlashda mazkur akademiyaning alohida o'rni bor. Bugun akademiyada kursantlarning zamon bilan hamnafas bo'lishlari uchun ularga asosiy kasbiy fanlar o'qitilishi bilan bir qatorda kiber xavfsizlik, dronlar bilan ishlash, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'nikmalar hosil qilishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugun prezidentimiz yoshlarga barcha sohalarda eng kuchli bilimlarni egallab, eng kuchlilar bilan teng raqobatlasha oladigan sharoit yaratyaptilar. Xususan, xavfsizlik xizmatida ham bizni o'zbek o'g'lonlari kuchli ustozlardan bilim olib, mana katta hayotga ilk qadam qo'yyaptilar. Albatta bu qadam xayrli kelsin, bu qadam yutuqlarga boy bo'lsin. Juda hayajondamiz, chunki bu yerda kursantlar edi. Hozir ofitser bo'lishdi. Ofitser bo'lish bu katta bir sharaf. Har bir yigitning menimcha orzusi bir vataniga xizmat qilish, ota-onasini ko'z oldida, o'zini yori oldida, farzandlari oldida bir sharaf bilan hayotni yashab o'tish bu albatta orzu har bir yigitga. Bugun bu yigitlar birinchi qadamni qo'yishdi. Ularga hammalariga omad tilayman. Ta'lim jarayonida har tomonlama yuqori natijalarga erishgan bir guruh bitiruvchilar imtiyozli diplom sohiblari bo'lishdi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasini bitiruvchilar ichida meni ham o'g'lim bor. O'g'limni tabriklagani keldik. Chiroyli sharoit yaratib bergan davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman hamda akademiya rahbariyatiga, professorlariga, ustozlariga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki juda ham chiroyli sharoitda farzandlarimiz o'qib bitirishdi. O'g'limni vatanga sadoqat bilan, sidq-dildan xizmat qilishiga men ishonaman. Tantanali marosimda harbiy xizmatchilarning ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Shuningdek, buyuk ajdodlarimiz siymolari aks ettirilgan sahna ko'rinishlari hamda vatanni madh etuvchi kuy va qo'shiqlar tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi.